Xo'sh, charchoq nima? Bu shunchaki juda uzoq vaqt davomida oldinga harakat qilishga urinib, miyadagi dopamin tizimini noto'g'ri ishlatishdir. Biz shuni tushunishimiz kerakki, katexolaminlar, ayniqsa dopamin cheksiz resurs emas. To'g'ri, ular zaxira sifatida mavjud, lekin kamayishi ham, qayta to'planishi ham mumkin. Bu jarayonni Dr. Kyle Gillett yaxshi tushuntiradi. Endokrinologiya sohasida faoliyat yuritadi. U shunday degan: dopamin to'lqin hovuziga o'xshaydi. Ya'ni bizda bir rezervuar bor va u bizga narsalarni orzu qilish, internetda biznes yaratish imkonini beradi. Agar juda intensiv ravishda oldinga intilsak, katta dopamin to'lqinlari paydo bo'ladi. Agar bu to'lqinlar hovuzdan chiqib ketsa, biz dopamin zaxiramizni kamaytirib qo'yamiz. Agar zararli moddalar, masalan, kokain haqida o'ylasak, u dopaminning juda katta miqdorda ajralishiga sabab bo'ladi. Mana shumi? Yoki amfetaminlar. Bu aynan shunday narsa. Menimcha Stanforddagi hamkasbim Dr. Anna Lemke bu jarayonni yaxshi tushuntirgan. U bu holatni tebranma taxta effekti deb ataydi. Masalan, kokain kabi zararli modda iste'mol qilinganda dopamin darajasi keskin oshadi. Kokain ta'sirida odam faqat g'oyalar haqida o'ylaydi. Bunday odamlar xo'sh shunchaki dam olaylik deb o'ylamaydilar. Ular soniyasiga millionlab g'oyalarga ega bo'lishadi, lekin aksariyati juda yomon g'oyalar bo'ladi. Biroq ta'siri to'xtagandan so'ng depressiya holatiga tushishadi. Chunki dopamin darajasi boshlang'ich holatidan ham pastga tushib ketgan bo'ladi. Haddan tashqari ko'p ishlaydigan odamlar ham shunday jarayonga duch kelishadi. Har kimning ish unumdorligi har xil bo'ladi. Ayrim odamlar bunga erishish uchun stimulyatorlarni iste'mol qilishadi. Juda ko'plab miqdorda. Bu hayotda kundalik misollarga qanday mos keladi? Bu mashg'ulotdan oldin iste'mol qilinadigan qo'shimchalar bilan bog'liqmi yoki boshqa narsami? Men mashg'ulot oldidan ichiladigan qo'shimchalarga qarshi emasman. Tinch uxlab, yaxshi gidratatsiya holatida bo'lish, mashg'ulotdan oldin ichimlik ichish, ehtimol ozgina espresso ichish, sevimli musiqani tinglash va zo'r oyoq mashg'ulotini bajarish bu ajoyib his, to'g'rimi? Lekin agar buni har safar qilsang, doim katexolaminlarni chiqaradigan vositalarni yig'ib boraverasan. Demak, organizmda adrenalin ajraladi, dopamin ham chiqariladi. Natijada sen juda yuqori motivatsiya holatidasan. Agar shuni haftada 7 kun davom ettirsang, keyin esa tushkunlikdan keyin to'liq holdan to'yganingni va hech qanday aqliy mehnatni bajara olmasligingni tushunasan. Chunki dopamin va boshqa neyrokimyoviy moddalar boshlang'ich darajadan ham pastga tushib ketadi. Oldinga intilish, motivatsiyali bo'lish va maqsadlarni amalga oshirish ajoyib narsa. Ammo aksariyat vaqtlarda bir oz gaz pedaldan oyoqni olish kerak. Shunda oldinga intilish qobiliyatini uzoq muddat saqlab qolish mumkin bo'ladi. Stress uchun ham shu narsa to'g'ri. Biz stress yomon degan gapni eshitamiz, lekin u o'rganish qobiliyatini keskinlashtiradi. U energiya yaratadi. Haqiqatan ham qisqa muddatda immun tizimingizni mustahkamlaydi. Imkon qadar ko'proq stressga bardosh bering. Faqat siz hali ham yaxshi odam sifatida harakat qilishingizni ta'minlasangiz, albatta. Ya'ni yomon gaplar aytmaslik va yomon ishlar qilmaslik kerak. Va kechqurun yaxshi uyquni ta'minlash zarur. Aksariyat odamlar stressga qarshi kurashadi, yelib yugurib ishlashadi, keyin esa kechqurun uxlay olmaydilar, ammo ertasi kuni charchagan holda uyg'onadilar. Lekin ozgina stress foydali. Ammo yana bir bor aytamanki, eng yaxshi holatda bo'lishingiz uchun tinch va hushyor bo'lish zarur. Agar mashg'ulotdan oldin qo'shimcha ichmoqchi bo'lsangiz va baland musiqa tinglab zo'r mashg'ulot o'tkazmoqchi bo'lsangiz juda yaxshi, ammo buni qilmasdan ham mashq qilishni bilishingiz kerak. Agar yangi maqsadlarga qiziqsangiz va sayohat qilishni va yana boshqa narsalarni xohlasangiz ajoyib, lekin 50 xil narsani bir-biriga bog'lab olish shartmi? Anna Lemke bizga dopamin bilan bog'liq ravishda o'rganganidek, bu tushish holati uzoq vaqt davom etishi mumkin. Uzoq vaqt davom etishini aniqlovchi narsa dopaminda olingan eng yuqori nuqtani qancha balandligi. Uzoq vaqt emas, balki o'sha balandlikdagi dopaminning cho'qqisi qanchalik yuqori ekanligi ahamiyatli. Va ular o'sha tushish holatida bo'lishganda odatda nima qilishadi? Chiqib ketishga yoki dopamin tizimini qayta faollashtirishga olib keladigan narsalarni izlashadi. Ko'plab odamlar Adderall qabul qilib, tinmasdan ishlashadi. Men bu odamlar bilan muntazam ravishda doim gaplashib turaman. Odatda ular texnologiya va moliya sohalarida ishlaydigan odamlar bo'lib, ular mendan so'rashadi. Nima uchun charchadik? Nega charchayapmiz deb aytishadi. Xo'sh, nega ekan?
Men ularga shunday javob beraman. Chunki siz yillar davomida bu katekolaminlarni boshqaradigan tizimlarni haddan tashqari ko'p ishlatib yubordingiz. Siz shunchaki qabul qilishingiz kerakki, bir hafta davomida o'zingizni quvvatsiz his qiling. Keyin quvvatingiz biroz tiklanadi. So'ngra yana asosiy holatga qaytasiz va faqat o'shanda to'liq oldinga intilish holatiga qayta kirishishingiz mumkin. Ammo o'sha paytda bilaman, ba'zi dori-darmonlar uchun klinik foydalanish imkoniyati bor. Bu amfetaminlardir. Ayrim odamlar bu dorilarga muhtoj. Buni tan olish kerak. Boshqalar esa o'zlarini dopamin tushishiga olib kelishgan. Shu tufayli ular bu tushishdan chiqish uchun har qanday narsani izlayaptilar. Aslida esa ularga kerak bo'ladigan yagona narsa bularni barchasidan uzoqlashish va o'ziga dam berish, kutish. Shunchaki kuting. Dam olishga boring yoki boshqa biror narsa qiling. Ushbu podkast Qiymat loyihasi tomonidan tarjima qilingan. Podkastning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Qiymat yopiq hamjamiyatiga qo'shilishingiz mumkin. Bu orqali siz loyihani qo'llab-quvvatlaysiz va bu kabi uzun va sifatli kontentni tarjima qilishga yordam berasiz. Obuna narxi 48 ming so'm. Obuna ichiga har oy 2 tadan 4 tagacha tarjima qilingan podkast kiradi. Va bundan tashqari qaysi podkastlarni tarjima qilishimizga ham ovoz berishingiz mumkin. Tarjima va ovoz berish mehnati kuch va xarajat talab qiladi va qo'llab-quvvatlashingiz orqali Qiymat loyihasi sizga qiymat berishda davom etishiga yordam berasiz. Obuna sotib olish uchun Telegram orqali Qiymat adminga plus belgisini qoldiring. Havola video ostida.